Assalomu alaykum, yana bir bora qadrbaland qadrdonlarim, hammalar tinch omonmisizlar, sog' salomatmisizlar? Qizijonim, men sizga bitta savol bilan yuzlanmoqchiman. Bitta bu kasallik banda bormi yoki hammadami ekan? Bu kasallik emas, lekin aslida ogohlantirish. Ya'ni biz bozordan kiyim-kechak olamiz, pastel olamiz. Aksariyat hollarda yuvmasdan turib ishlatamiz yoki yuvmasdan turib kiyamiz. Ro'mol bormi, boshqa bormi, hammasini yuvinglar qizlar. Bu maslahat. Balki men ozodagarchilik qilib oshirib o'rayotgandirman, lekin men o'zim matolar qanaqa yerda yotishini ko'rganim uchun, sexda qanaqa oyoq osti bo'lib yotganini ko'rganim uchun, tikilinayotgan jarayonda qancha changlar bilan birgalikda tikilinayotganini ko'rganim uchundir balkim. Qizijonim, men nima olishimdan qat'iy nazar kiyiladigan narsa bo'lsa, avvalosiga yuvaman, farzandlarimni ham, xo'jayinimni ham hammani kiyimini avvalosiga yuvaman, pastellarni ham, ana undan keyin ginini kiyaman. Nimaga buni ogohlantirish sifatida aytibman? Sababi qizijonim, har xil toshmalar, allergiyalar mana shundan kelib chiqadi. Ya'ni siz bilmaysiz qatlada yotgan u kiyimlar, siz bilmaysiz unda qanaqa parazitlar yurganini. Shuning uchun qizijonim, sizlarga tavsiyam Nilufar xonimdan, bilsanglar bilarsizlar. Va albatta bu foydali bo'lgan bo'lsa, repost qilasizlar kerakli odamlarga. Imkon qadar yangi olgan mahsulotlarni albatta yuvmasdan turib kiymanglar.